To'rt xonali yangi remont, zo'r lokatsiyada. Shu uyimizda ikkinchi etajda joylashgan 4 etajli bino, общий maydonimizda 82 kvadrat metr. Egalari 105 ming dollardan so'rashyapti, kelishiladigan joylarimiz bor. Pul yetmayotgan bo'lsa, ipoteka bank orqali ham xarid qila olasiz. Bunaqa to'rt xonali qidirayotgan tanish-bishlarimizga samolyotda jo'natib qo'yamiz. Videomizni uyimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yish esidan chiqib qolmasin. Manzilga keladigan bo'lsa, Yunusobod 11-kvartal Mega Planet ko'chamizni va Luchilan ko'chasiga kirganimizda Yulduzdan ikkinchi dom bor. Metro, maktab, bog'cha, komplekslar hammasi 2 qadamli yo'nalishimizda. Xo'p, qarang, birgalikda uyga ko'ramiz. Podyezddan kirish eshigimiz kattagina prixoshka. Prixoshka mebelimiz stroyniy bor. Xonalar, sanuzellari hammasi alohida. Birinchi xonamizda biz spalniyadan boshlaymiz. Elektrika, santexnika, kanalizatsiya hamma narsa almashgan. Reshotkalar ham oldi orqaga qo'yilgan. Keling, bu koridorimizdada bizda birinchi sanuzelimizda bu dushovoy hammomimiz bo'ladi. Chiroyli qimmat kafelar taqilgan. Bu yoqqa kiradigan bo'lsa, ikkinchi xonamizda detskining ham kattaligini ko'rsanglar bo'ladi. Keling, bu tarafimizda esa bizda spalni 3-xonamizda, spalnimizning o'zi ham 315 ga 520. Rangli, svetli, bez настроения, kesiz настроения ko'tariladigan faizli uyimiz. Bu yoq bilan oshxona balkonga chiqib ketamiz, lekin biz zalga kiramiz. Zalimizda ham xuddi shunaqa 315 ga 520, 17 kvadrat metr. Chiroyli ustiral taqilgan va to'g'rimizda kupeyni eshik, balkonga chiqsak bo'ladi. Keling, bu yoq tarafimizda, o'ng tarafimizda ikkinchi sanuzel hojatxonamizga keladi. Lokatsiyasi zo'r, remonti zo'r, planirovkasi ham zo'r. Stroyni kuxni garnituri tayyor. Bu yoq tarafimiz balkon, balkondan zalga ham kirib chiqsak bo'ladi. Aytib o'tganimdek, Mega Planet ko'chamizda Yulduzdan ikkinchi dom.